Bir gün bozorga keldik degan do'stim bilan. Endi men 95 kilo, o do'stim endi mening 20 bilan 48 kilo keladi. Ikkimiz qo'ltiqlashib, men degan yo'q, lapangstib, ko'ynaklarni kiyib, o'zim bir xil o'maq yaslagan yerimda do'stim menga yo'q, qayoqdagi bo'lgandikin, eng kichik nomerli ko'ynakni birni kiyib, men degan shunda esil podshoning kichik xotinlaridagi jungle to'dan miyalarimni taqab, shunda bir xil o'zimning boy sifatgaligimni bildiray deb ko'chaga chiqib, bozor endi bir bol shunda qarab ketibman. Shunda o'zarjuyi, ajab bir men qarab ketganda meni qo'lishirgan bir o'xshaydi deb shunda yo'jadim men degan taqchlarimni etib özenti yandan çıkarıp meyap ketdi. Bir çağda dostum bir do'konga kelib qoldi, yugurib kelib, "Ay, vishonuz qo'shib olsam bo'lamdi" deb so'rab ketdi. Menga "Yo'q, ne deb degan chiqirib bersin. Shunda undida qo'shib, "Acha yaxshimsiz, men boyatdan qabala qiz oldima tunishtirib qo'ysan bo'lamdi" deydi. Voy, elay, voy nomusum. G'azabdan degan yer chiroyim bilan chiqibdi degan avachqam. Shunda dostum ilhinim bol. "Onashning bo'ldi, ayklaning" deydi. Boyaq qilishma deb deganda, "Pishonqaman, ko'rsatmayman" deb qisam. Ayklay deb qarab yillar qachonni ko'rib degan kuni ketdi. Voy to, bu bol ko'zga ishdan kelib olganmi? Seni bilan opam chaqlab qapti deb do'stim ham eshiklavatdi. Endi o'sha vaqtda o'ylab baqsam haqiqatan xap bo'ldim. Endi u bolaga emas, o'zimga xap bo'ldim. O'ylagan ham 20 necha yosh vaqtimda shunda bir odamning opsidek yasnaydish o'tgan o'zimga qilingan haqoratga, lekin o'sha vaqtdagi hissiyotim hamma do'stlarim meni shunda o'maq deydi. Voy adasa o'roqimsan shunda chiroyli, sen shunda o'maq bo'ldek. Men endi suhbatlash boshqa narsa topaman shu o'maq, oqqon deb qisam men uni rostlab o'ylab qoldim. Hadab shu semizligimni necha yil turibdim. Onun keyin nurg'un ishlar bo'ldi. Oxirida o'roqildim. Endi hozir o'ylab baqsam bekda o'tganman. Shunchalar kichik vaqtimda men o'sha yilqi tixim cho'ng suhbat kiyimlarni kiyib, yo'g'on ko'ynaklarni kiyib, aziz zinnatni o'lgidek esib, shunda o'zimni unda qimmat baholi uncha marvoyatlarning orqasiga o'rinlasam, yana bir yerlarimdan qiyri, yana bir yerlarimdan cho'ng suhbat, o'sha xalqni ko'zi shu opsidek, hommisidek, tasqaldi cho'ng opamdek deyli. O'shinchilik holatda ko'rinib ketgidek holatda bo'lib ketgan. Shuni deyman, bu o'roqlashdi bir haqsiz o'sin tuzashga o'xshaydi qara. O'roqlab bo'lgandan keyin mayli to'ylarga borsam, yakayatda bunaqa bir odatlik unda burunqi unda necha 10 ming ko'ylak kiyimlarni oladigan ishlarim yo'q. O'roqlab bo'lgan necha bir 20 minglik qo'ya bir 100 ko'ylak tishlarni odatlik holatda olsam, shundan bir xil yarashgandek kichik suhbat, shundan bir xil umaq ko'rindi ekan men ko'zim. Shuni deyman, bu o'roqlash degan bir haqsiz o'sin tuzashga o'xshaydi. Biz necha 10 ming qo'y kiyimlarni oltinzi bizdan o'zimizga otib, ballon paldir yurib, haq o'zimizga bir xil govdan yasagandek his qildik ekan. Biz haqlarning nazariga hem cho'ng suhbat, hem yo'g'on, hem bir xil to'mpay matto ko'rinib ketganmiz. Ondan aşqilning 3dan birini o'zimizga mablag' solib, ham o'roqlab, chiroyli bo'lib, zishim bo'lib, ko'chadagi bir tog'on otib chiqsaqmi, haqlar bir xil shishan qilgan deb qog'ida qolat o'tib ekanmiz. Shuni deyman, o'roqlaydi-ku, bu semizlik, mayli go'zalligimiz bo'lsin, mayli sog'lomligimiz bo'lsin, mayli bir boshqa jihatga bir yosh farqimiz bo'lsin, bek cho'ng deydi ekan. Unda cho'ng bo'lgan sari, masalan, bo'pti yo'lchimizga bizni chanmaydi, bizni yaxshi ko'rdi, lekin kunlarning bir chilib qolishi haqlarga bu xotincha o'zi paqqa tuzashtirib жүрмәде. Ya kiyim appasam yarashmasa, qachonlar qarsa mo'maylardek yo'g'on kiyimlarni kiyib, ixladek lopir oldimni o'tib tursa deb bir xil ko'ngli bizdan qilib bizdan saskinib qolmiz. O'roqlaydi. O'roqlasbak tasmamas, to'qamaq orqali o'roqlasak bo'ladi, yoki montayinib o'roqlasak bo'ladi. Qo'limizni harakat qilib o'roqlasak bo'ladi. Ish qilib nima ish qilsa, midrab paqani uchun midrab vasak o'roqlab qolamiz qachon.